Qo'qonda katta yangilik. Universitet ro'parasida achchiqchida biz. Dunyoga mashhur bo'lgan achchiq ramyonlardan yeb ko'ramiz. Dunyoda birinchi o'rinda turadigan achchiq chips. Meksikanikini yeganman. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap yo'q ekan. Achchiqchidan maxsus ramyonlari. Bismillahirrohmanirrohim. Eng achchiqlari. Tuxumlari ham bor ekan. Tokfoki. Ramyonlaridan ichib ko'ramiz. Shapillatib ichyapsan demanglar, o'zi shuna ovoz chiqaryapti mana. Achchiqchi Qo'qon shahri bo'ylab mana shunaqa mazali ramyonlarda issiq qilib xonadonlaringga yetkazib beradi. Bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarida ishlashar ekan. Mozzarella sirlari bilan ekan. Buldak karnavallar deymiz. Buni tuxumni yoqa qovurilganiga. Tuxumni yaxshi ko'raman-da. Qo'qon universitetida achchiqchida barcha turdagi achchiq ramyonlar hammasi yerda mujassamlashgan ekan. Barchalarini kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Yakshanbadan tashqari har kuni ish faoliyatlari degan akalarimiz.